Qanday qilib dasturchilikda umuman hech qanday tajribaga ega bo'lmay, faqatgina ChatGPT va smartfon yordamida noldan o'yin yasash mumkin. Bizga kerak bo'ladigan narsalar: bitta smartfon, ChatGPT va kod yozish uchun ilova. Mening bilimlarim nolga teng bo'lgani uchun hozir ChatGPT dan kod yozish uchun qanday ilova kerak ekanligini so'rayman. Textastic dedi. Okey, yuklab oldim. Endi o'ngga, chapga va sakraydigan mushukchani o'yinini yasab ber va uni kodini yozib ber menga va qayerga nimani joylashtirishni tushuntirib ber iltimos. Chunki men hech nimani bilmayman. Tak, javob beryapti. 3 ta faylni yarat: index.html, style.css, script.js dedi va ularning ichiga yozib bergan kodlarimni joyla dedi. Xo'p, endi index faylini ichiga mana ChatGPT yozib bergan kodni kiritamiz. Style ichiga mana bu kodni kiritamiz va script ichiga mana bu kodni ham kiritamiz. Endi index faylini ichiga kirib, 3 ta tugmani bosamiz va preview in Safari ni bosamiz. O'yin brauzerda ochildi, lekin yurish uchun tugmalari yo'q va mushukcha o'rniga negadir kvadrat turibdi. ChatGPT ga yozamiz yana: brauzerda o'ngga, chapga, tepaga tugmalari yo'q, ularni ekranga qo'shib ber. ChatGPT barcha kodlarni boshdan yozib berdi va men ularni boshidan eski kodlarni o'rniga joylashtirib qo'yaman. Endi yana bir marta preview in Safari ni bossak, ekranda tugmalar paydo bo'ldi va endi kvadratimiz yuryapti. O'yin yaratdi. Okey, endi ChatGPT ga yozamiz yana: mushukchani o'rniga kvadrat turibdi, uni mushukchaga o'zgartiraylik. U menga aytayaptiki, mushukcha rasmini yuklab ol. PNG formatda istalgan mushukchani rasmini yuklab olamiz internetdan. Textastic ilovasining ichida files degan bo'limga o'tamiz. Add fileni bosib, upload image qilamiz. O'sha mushukchani rasmini tanlaymiz va yuklab qo'yamiz. Fayl nomini cat.png deb qo'yamiz. Bo'lmasam topolmaydi u narsani. Endi mana shu mushukchani joyiga qo'yish uchun u yana kod yozib berdi va ularni eski kodlarning o'rniga kiritish kerak. Natijada bizda kvadrat o'rniga mana qaranglar, mushukcha paydo bo'ldi. Tak, endi ChatGPT mushukcha tangachalarni yig'ib yursin va har bir tanga uchun bitta ball bersin. Ballar soni o'ng tepa tarafda ko'rsatilsin deb yozamiz. Qaranglar, kodlarni ChatGPT yana bir marta yozib berdi va yana ularni eskilarini o'rniga qo'yamiz. Endi bizda tangachalar bor va ularni yig'ish mumkin. Mana, qaranglar, shunaqasiga smartfonni o'zi bilan men qanaqadir mini o'yin yaratdim. Hech qanday bilimlarga ega bo'lmaydi. Siz esa murakkabroq va zo'rroq o'yinlarni yasamoqchi bo'lsangiz, albatta chuqurroq bilimlar kerak bo'ladi. Lekin boshlash ko'rib turganingizdek juda oson.